Hormanglar. Assalomu alaykum. Birinchi qor ko'rishdi mana bilan. Mana bilan. Kelinglar mana. Birinchi qor. Sovuq. Mana amallashyapti. Olinglar. Mana. Sovuq kunlarda ishtahasi 2 barobar ochadi bular aka. Hozir qo'limga sakrashib o'tirdim. Fenikslarimiz 3 oylik bo'lishdi. 5 minutga qorga chiqardim-da bularni. Bir o'ynashsin. Bas. Qani qo'limga sakraysanlarmi? Mana. Kellaring. Otalaring, bobolaring shunaqa sakrashgan. Mana. Kelinglar. Qolganlar. Qaranglar tomosham. Mana, qiynalmaysizlarmi? Yiqolinglar malol. Bularga birinchi qorda. Ularni ovqatida o'sha piyoz, tuxum, mayda to'rkadan chiqarilgan. Mana haqiqatlarimizni ishtahasi sovuqlikka qaramay juda ham yaxshi his qilishyapti o'zini. Mana sovuq kunlarda bularni standart maxsus yemiga, start yemiga piyoz, tuxum qo'shilgan. Yana suvda vitamin A, vitamin. Chirog'imiz o'chib yotibdi. Kuniga 3-4 martalab, 1-2 soatlab amallashyapti. Jo'jalar ko'z tegmasin. Oyog'idan zax o'tmasin bularni. Yo'la qolib ketdi. Mana qish kunlari maza qilib yurishibdi.